Böğrü bilen qo'zichoq. Qo'zichoq daryo bo'yida suv ichayotsa, bir bo'ri kelib, daryo suvi mening, sen nemişqa mening suyimni ichasan, debdi. Daryo suvi tog'dan oqib kelgan tursa, qandoq seki sening bo'ladi, debdi qo'zichoq. Mening degan ekanman, mening. Sen mening suyimni ichgan ekansan. Bugun kechda seni yeyman, debdi bo'ri yovuzlik bilan. Qo'zichoq uyiga qaytib kelib, qo'rqqanidan eshik tubida yig'lab yotibdi. Oy bechora. Bir aslan kelib, "Hey qo'zichoq, sana nima bo'ldi?" deb so'rabdi. "Bo'ri kechda meni yemoqchi", debdi qo'zichoq uningga javoban. "Hechqisi yo'q, men sana yordam qilay", debdi aslan. Sayroq kuchi kelib, "Hey qo'zichoq, nimishqa yig'laysan?" deb so'rabdi qo'zichoq. "Bo'ri bugun kechda meni yemoqchi", deb javob beribdi. Bir ot kelib, "Hey qo'zichoq, sana nima bo'ldi?" deb so'rabdi. Qo'zichoq, "Bo'ri bugun kechda meni yemoqchi", debdi. "Hechqisi yo'q, men sana yordam qilay", debdi ot. Fil kelib so'rabdi. "Hey qo'zichoq, sen nimishqa yig'laysan?" "Bo'ri kechda meni yemoqchi", debdi qo'zichoq. "Hechqisi yo'q, men sana yordam qilay", debdi fil. Qorong'i tushibdi. Aslan, sayroq kuchuk, ot, fil qatorliqlarning hammasi qo'zichoqning uyiga kelibdi. Besh do'st birdan maslahatlashgandan keyin yaxshi bir chora topibdi. Qo'zichoq daraxtning keyniga, fil daraxtning ostiga, oq ot uyning keyniga mukibdi. Aslan bilan sayroq kuchukcha aslan mashinaning tubiga, sayroq kuchuk eshikning keyniga mukibdi. Hammalar un chiqarmay turishibdi. Bir ozdan keyin bo'ri kelib, "Qo'zichoq, sen qayerda?" deb to'g'lagan bo'lsa-mu, hech qanday sado chiqmabdi. Qizil tilini qarab. Bo'ri uyiga kiribdi. Uyning ichi qop-qorong'u bo'lg'achqa, mashga o't yoqmoqchi bo'pti. Aslan bir sakrabla bo'rining yuzini tatlavopti. Bo'ri qo'rqib ketib eshik tarafga o'zini itibdi. Aslan nechun botirkan? Sayroq kuchuk eshikning keynidan itilib chiqib, bo'rining putini bir tishlagan ekan. Bo'ri og'riqqa chidamay varqirab yotibdi. Bo'ri uydan itilib chiqqan ekan. Uy orqasidagi ot bo'rini toza kelishtirib, birini tepibdi. Yaxshi. Ot uni tepgan piti daraxtning tubiga opirib yotibdi. Toz birini tepdi-da. Uni mushadimi ko'ralayotganmiz. Uchun peshvo bilan toz birini tepibdi. Qo'zichoq daraxtning keynidan itilib chiqib, bo'rini qattiq bir usgan ekan. Bo'ri undisiga tushibdi. Qo'zichoq jim turmabdi. Bu vaqtda fil xortumi bilan bo'rini yuvilib daryoga etibdi. Yaraysan fil. Qari bo'ri suvda tunchiqib o'libdi. Besh do'st xushal-xuram uyiga qaytib kelib, shirin uyquga ketibdi. Shundan bu hikoya tugabdi. Bundan bu kitob tugabdi.